Nima bu? Zajgalkami? Buni sotsa bo'ladimi? Yo, men tanimali endi keldim. Ismlar nima edi Rustam ustozi? Anaqa qilaman. Eng sevimli ustozingiz kim va qaysi fanni yaxshi ko'rasizlar? O'zi biz bitta o'qiymiz. Biz anaqa M kurs bilan M kursda o'qiymiz. Tak, eng yaqin yoqtimiz. Lola Anvarovna. Radiologiya ustozida. Menda ham radiolog. Так, mikroekonomika, Mr. Ali Xo'jam, Ali Xonmadi nima edi? Shunaqa edi. Da. Hozir aytaman. Esimizda endi. Yo'q, men buniki shunaqa bo'lsa, meniki Principle of Marketing bu Bahodirov Shohruxbek. Yo, men tanimali endi keldim. Ya men ham birinchi kursmanda. Qarang, Lekin ingliz tili o'qituvchi yaxshi. Bizga kiradi, ha. Matematika. matematika. Tolibjon teacher. English education. Rus tili ha. Групповой. Nodira Muhammadjonovna. Rustamda. Qaysi fan? So'zlovlar integratsiya. Ustoz ismini bilmadim, lekin programming darsi juda yoqayapti hozir. Menga psixologiya yoqadi ko'pincha. Temur ustoz. Menga pedagogika. Muzaffar domla. Qaranglar, bizni Trasing kanalimizga obuna bo'lganmiz. Da ikkinchi akkauntimdan obuna bo'laman. Men anaqa Telegramda. Telegramda. Obuna bo'lgan ekanlar. Sovg'a sizga. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga ham sovg'a beramiz. Men bo'lib qolaman. Mana. Bo'ldi, подписан. Sizga sovg'a emas. Mana shu yerda to'g'rimi? Sen. Ana bo'ldi. Siz подписаны, да? Faqat telefonim xonamda. Ochiqasiz. Shumi? Ha, shu. Ko'rsatib qo'yamiz kameraga. Mana kattakon. Jazga. Bugun o'yinda shunda xohladim. Chin dildan xohlagan ekanman. Qaytib keldi. Mana. Rahmat. Sizga omad. Assalomu alaykum. Sovg'a sizga. Obuna bo'lgansiz lekin. Da. Shumi? Kameraga ko'rsatib qo'ysak, sizga sovg'amiz bor. Mana. Rahmat kattagan. Bizning Qt rasmiga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi galdagi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin.